zaif bo'lib ko'rmay qoldilar. Bu endi ona uchun juda og'ir bo'ldi. Turmush o'rtog'iga bergan va'dasi bor. Farzandini olim bo'lishini orzu qiladilar. Endi ona tabobatga murojaat qilishdan tashqari tunlarini bedorlikda haqiqiy shifokor bo'lgan Robbisiga qaratdilar. Kechalari bilan tahajjud o'qib yig'lardilar. Namoz o'qib Allohdan so'rardilar. Allohim farzandimni ko'zini nurini qaytargin deb duo qilardilar. Rivoyat qilishlaricha kitoblarda keladi, onalari bir kuni juda ham qattiq yig'lab, juda qattiq iltijo qilib uxlab qolganlarida tushlariga Ibrohim alayhissalom payg'ambar kirgan ekanlar. Ibrohim alayhissalom kirib, "Ya hadihi, ey ayol" degan ekanlar. "Qad raddallohu ala ibnik basarahu bi kathrati duaika aw bukaik." Alloh taolo seni duolaring va ko'zingning yoshlarini hisobiga farzandingga ko'zini nurini qaytardi degan ekanlar tushlarda. Uyg'onib qarasalar farzandlarining ko'zi ochilgan ekan. Shuning uchun bugun biz farzandlarimizni Buxoriydek bo'lishni orzu qilayotgan ota-onalar, otalar Imom Buxoriyning otasidek halol luqmaga e'tibor bersak, onalar Imom Buxoriyning onasidek yaxshi niyatla duo qiladigan bo'lish kerak. Bolam boy bo'lsin demadilar-da. Bolam amaldor bo'lsin ham demadilar. Niyatlari bolam olim bo'lsin dedilar. Ilm olsin, omonatdorlikni bajarsin dedilar. Va Allohdan shuni so'rab duo qildilar. Allohim bolamga shunchaki ko'zini qaytarib qo'y demadilar. Ko'z nurini qaytargin, olim bo'lsin, otasini vasiyatini bajarsin, ilmlik bo'lsin deb niyat qildi. Onani duosi bilan Alloh taolo Imom Buxoriyning nafaqatgina ko'zlarini nurini, balki qalb nurlarini ham ochib yubordi. Va Alloh u zotga shunday darajada bir salohiyat berdiki, bir eshitgan narsasini yodlab oladigan darajada bo'ldi. Hatto aytadi kitoblarda manoqiblarini o'qiganimizda doim hech narsa yozmas ekan. Keyin bir kuni birga o'qiyotgan sinfdoshlari, "Bu qanaqa siz ey Muhammad kelasiz, yozmaysiz" deganlarida, "Kitobingiz yozgan daftaringizni oching" deb ular yozgan narsani hammasini yoddan aytib bergan ekanlar. Shunaqa Alloh bir salohiyat bir bergan. Bu Imom Buxoriyda aytadilarki, yer ustida yurgan Allohning mo'jizasi deydilar. Bolalik chog'idan Imom Buxoriy hazratlari hadis ilmini o'rganishga juda qattiq qiziqqanlar. Aytadilarki, Xatib degan zot naql qiladilar. U zot so'ragan ekanlar Imom Buxoriydan, "Men Muhammad ibn Ismoil Buxoriydan hadis o'rganishni boshlashing qanday bo'lgan?" deb so'raganman deydi. Shunda u zot, "Boshlang'ich ta'limdagiyoq hadis yod olishni boshlaganman. Alloh menga ilhom bergan. O'shanda yoshing necha edi?" deb so'ravdim. 10 yoki undan ozroq edi. Maktabdan chiqib dohiliy va boshqalardan dars oldim. 16 yoshga yetganimda Ibn Muborak va Vakilning kitoblarini yod oldim va ularning so'zlarini bildim. Ana bundan keyin 16 yoshga kirganda onasi, akasi Ahmad bilan birgalikda Makka Mukarramaga ketdilar va o'sha joyda ilmni davom ettirish uchun qoldilar Imom Buxoriy hazratlari. Onalari 16 yashar bolasini musofir yurtga tashlab ketarkan vidolashib ketdilar. Aytadiki, Imom Buxoriy to o'sha karvonning qorasi yo'qolguncha ona tomonga termilib yig'lab turgan ekanlar. Shu bo'yi qaytib onasini ko'rmaganlar, olamdan o'tganda keldilar. 61 yoshda qaytdilar qarib. Shu qolib ketgan bo'ylaricha. U zot ilm omonati uchun qoldilar o'sha joyda. Makkadan tashqari Madina, Shom, Misr, Nishopur, Basra, Kufa, Bag'dod, Vosit, Marv, Ray, Balx kabi shaharlarga bordilar. Juda ko'pchilikdan ilm o'rgandilar. Qarang, allomani ilm maqsadida bosib o'tgan yo'lini hisoblab chiqishsa, o'sha yayo yurib ilm izlaganni 13900 kilometr masofada ilm izlagan ekanlar. Har bir shaharga borib, qayerda bir muhaddis olim bo'lsa borib ta'lim olganlar va hadislarni yodlaganlar. Va hadis yodlash zehnlari, qobiliyatlari shu qadar kuchli bo'lganki, Sahih Buxoriyni jamlashdan oldin 600 ming hadisni to'plaganlar. Shuning uchun ham Imom Buxoriy hazratlariga juda katta bir taxallus berilgan. Imomi dunyo degan. Dunyo imomi degan. Mana shunday ulug' bir fazilat bilan kitoblarni qoldirib ketganlar.